Qatimga qarayapsan. Voy bo'yningizga qarayapman. Nima yopishtirib olgansiz? Sen yopishtirasan. Voy siz nima qilgansiz bo'lmasa? Nima qizib bo'lyaptimi? Qiziq bo'lyapti. Iloji bo'lsa Qizimni qo'yavering. Mash tarafingizga ham ismim yozib olsangiz bo'lar ekan. Просто telegrammingizni berib turib olasizmi? Yana nima qilaysan? Просто ochib bering. Yigitmisan mani? Yigitsiz bo'lishim shart emas, просто tekshirib chiqaman. Bermasam nima bo'ladi? Просто top. Uy. Faqat ichmang. Faqat ichmang-ku. Voy. Hidi kelib turibdi-yu, amaki. Telegram yo'q-a? Telefon ham yo'q-a? Kambag'alman. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirishkimi? Yegiz kelyaptimi? No? Men sizga. Podarkami? Ha, podarka. Telefoningizdan foydalanib tursam bo'ladimi? Iching nimaga? Ha? Nimaga? Просто Telegram kerak edi. Yo'q, akam o'ldiradilar. Berolmayman uzr. Telegramdan yozsam bo'ldi, bitta qiz Kimga? blok qilib qo'ydi-da meni. Akalaringizga yozmaysizmi? Akam Yo'q, o'ldiradilar. qiz o'zingiz qo'lingizga yozaman, berib turing. Voy yomon ekan ham. Bu qo'rqib ketmang. Shuni Telegram kirasizda, poiskga so'ng fast bot deb yozsangiz mana. Prince 226 mingtalik bizning botimizga chiqadi. Shundoq startni bosib, o'zbekchani tanlab, Instagram, TikTok, YouTube dagi libo video sulkani tashlasangiz, musiqasi bilan birga qo'shib chiqazib beradi. Eng muhimi-chi, majburiy yo'q. Voy, Rahmat, salomat bo'ling. Men ham kirishgingizni ham.